Hozir faqat duo qiling bo'lmasa mana chiroyli 14 kun safarda hayratda chiroyli duo qiling. Mashqlarimizni Allohga ijobat qilgan bo'lsin. Allohga shukr, mana shunday o'tkazganiga. Hammaga omad, sog'lik, salomatlik inshaalloh. O'zimni adresini aytaman. Assalomu alaykum, hojlar, yaxshimisizlar? Ibodatlarda charchamasdan muborak bo'lsin endi hoj formalaringlar. Alloh qabul qilgan bo'lsin. Xo'p. Mana aziz birodarlar, hammalarimiz safarimiz qayerga mana Rossiyadan to'g'ri kelib Toshkentga. Umra qilgan ibodatlarimizni deb beramiz. Qo'shga yo'lim qo'shib ketdik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Бародарони аҳли ислом, ма аз кишвари Русиямам ба Ташкент ба Узбекистан. Я приехал от России до Ташкенту на эти компания Хадж Умра ми сделал. Эта компания, я считаю, на всех мире единая, самая хорошая компания. Я скажу, вы тоже приезжайте на эту компанию. Все отлично. Ибадат сделаем, саяхат сделаем. Все отлично, все хорошо. Благодарю за прокат. Rahmat, spasiba. 75 yillik o'ch. 397. Bizni nasib aylasin Allohim, hammamizni yana qaytadan kelishimizni nasib aylasin. 97likda 397. Rozimiz. 75. Yaxshigina ziyoratlar qildik. Yillik o'ch. Alloh rozi bo'lsin hammalarga. Muborak bo'lsin. Ha. Umra sayohatlarimiz zo'r o'tdi hoji aka. Rahmat sizga ham, mana shu firmalaringizga ham rahmat. Hamma uchun zo'r o'tdi. Umra qildik, mana umra badal qildik. Yana qayta Toyibga borib, yana qaytadan umra qildik. Ikkinchi marta umralar ham har kimga ham bo'lavermas ekan. Bu bizlarga nasib qilgan ekan. Shunlarga yetkazganlarga shukrlar bo'lsin. Yana qayta kelishlar bizlarga ham nasib qilsin. Barcha O'zbekiston mo'min musulmonlariga ham nasib qilsin. Kirib olgandan keyin hammani shularga yetkazsin. 20 kilometr kiradi. Xo'p, Alloh muborak qilsin. Qanchada? Mana opalarimiz xohlasa hammalari. Telefonlashib aytib kelasizda. Ayting. Berish 99892. Taassurotlaringiz haqida bir Chiroyli qilib yozib bering adresingizni. Otingizni. Yaxshi amallarni bajardik. Ravzalarga bordik, Ka'balarda aylandik. Xo'p, rahmat. Xolajonlar, yaxshimisizlar? Yaxshi kelyapsizlarmi? Xolajon, biza chiroyli duo qilib bering endi. Sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin, Allohim Xudoga. Shu joylarga olib keldiz, hammamizga yetaylab, hammamizga bosh bo'lib. Allohim Xudoga, ishlaringizni Allohim omadini bersin, rivojini bersin Allohim Xudoga. Yana sizlarni Xudoya shu joylarga boshqa bizga o'xshaganlar olib berishlik ham nasib qilsin aylasin Allohim Xudoya. Yaxshi yo'lga boshlab keldiz Xudoya. Niyatlaringizga yeting. Allaringiz rohatini ko'ring. Firmaylar bundan keyin ham yanada kengayib bizga o'xshaganlar. Orzu hoji Dushanbe. Dushanbedanmisiz? Ziyorat qildirib, tavbalarni qabul qildirib, niyatlariga yetkazib borishlikni nasib qilsin aylasin Xudoya. Allohga akbar. Ya. Tanjiga chegarasidan kiraman ku. Assalomu alaykum vatandoshlar. Mana bugun biz jamoamiz bilan umra badal qilib, ziyorat qilib mana yurtimizga qaytyapmiz. Albatta Allohning shu kunlarga yetkazganiga albatta shukronalar qildik. Allohim ana shu ibodatlarimizni albatta qabul qilgan bo'lsin. Nasib bo'lsa mana shu yurtdoshlarimizni ham barchalar ana shunday kunlarga nasib qilsin. Ular ham kelib mana shu bizga o'xshab yurtiga, farzandlariga, prezidentiga, vataniga ana shunday duolar qilib qaytish nasib aylasin. Amin. Rahmat hojilar, mamnuniyat bilan eson-omon Alloh hammalarimiz safarlarimizni yetkazsin. Hech bo'lmasa salomat bo'linglar, xo'p.
Shayton. Ha.